Assalomu alaykum Tarozi Class kompaniyasi mijozlari hamda kuzatuvchilari. Bugun Tarozi Class kompaniyasi 2 yil oldin Ohangaron Ackerman sement zavodiga qo'ygan 150 tonnalik tarozlarni ko'rishga keldik. Hozir sizlarga bu tarozini obzor qilib beramiz. Bu avtomatlashgan avtomobil tarozimiz parametrlarga keladigan bo'lsak, buni eni 3 metr, uzunligi 18 metr, og'irlik ko'tarish xususiyati 150 tonnagacha bo'lib, bu tarozimizga qilib berilgan ishlar, programmalar shuni tashkil etadi. Bu tarozimiz inson omillarisiz bemalol o'zi sizga xizmat ko'rsata oladi va katta yo'qotishlarni oldini oladi. Bizda tarozilar Yevropa standartlari asosida yasaladi va GOS sertifikatiga ega. Bizda tarozlarga 1 yildan 10 yilgacha kafolat beriladi. Bu avtomatlashtirilgan avtomobil tarozi inson omillarisiz o'z xizmatini sizga bemalol ko'rsata bera oladi. Bu tarozini afzallik tomonlari sizda bo'ladigan katta yo'qotishlarni oldini oladi. O'g'rilik, shunga o'xshagan sizni aldash umuman bo'lmaydi. Bu tarozida beriladi QR kod. Bu QR kod asosida kelib, haydovchi o'z QR kodini skanerdan o'tkazadi. Skanerdan o'tkazgandan keyin avtomatik ravishda birinchi shlagbaum ochiladi va signal beriladi. Ya'ni taroziga chiqish haqida buyruq. Haydovchi taroziga chiqqandan keyin kameralar yordamida uning avtoraqami, davlat raqami fiksatsiya qilinadi va tepada yuki rasmga olinadi. Undan keyin olingan yuk kompyuterga kelib tushgandan keyin narigi tomondagi shlagbaum ochilib, avtomobilni tushib ketishiga ishora qiladi. Avtomatlashtirilgan avtomobil tarozlarimizni ishlash jarayonini ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ham shunday turdagi avtomatlashtirilgan sanoat tarozlari kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Tonnali sanoat tarozlari haqida qiziqroq va foydali ma'lumotlar olish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.